Assalomu alaykum hurmatli O'zbekiston bo'ylab YouTube kanali a'zolari. Biz sizlarga mana 2026-yilda Andijondagi qora tovuqlar boqish jarayonini bir video qilib ko'rsatib beryapmiz. Katagimiz cholasi qolgan. Shularni to'g'irlab qo'yishimiz kerak. Mana bu katak. Bu yerda 40 tacha tovuq bor. Bitta katta xo'roz qon umuman boshqa. Birinchi makiyon, ikkinchi makiyon, uchinchi makiyon. Xo'roz bilan 4 ta katta tovuq bor. Mana 4 ta katta tovuq. Bular 2 oylik jo'jalar, bular 1 oylik jo'jalar mana. Mana shular. Bularning hammasi bir kunga 10 ming so'm rasxod qilyapti. 10 ming so'mlik nima qilyapti? Don yeyishyapti. Kepak, don aralashtirib beramiz, kuniga 10 ming so'mdan tushyapti. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Kuzatib boringlar. Har kuni video qo'yishga harakat qilamiz endi. Kecha mana shuna qilib joy qildik, sharoit qildik. Hozir vaqtimizcha kamroq, shuni hisobiga yemini sizlarga ko'rsatib bera olmadim. Ertaga nasib ko'rsatib beraman. Ertaga bo'lmasa ham indinga harakat. Nima yeyishyapti, necha pul yeyishadi. Mana shular hammasi katta bo'lib tuxumga kirib qolsa, biza foydaga olib chiqib qo'yadi, Xudo xohlasa. Obuna bo'lib qo'yinglar kanalimizga, muhimi. Mana biz katta xo'rozimiz. Obuna bo'lib qo'ysanglar. Ular tuxumini sotamiz, Xudo xohlasa. Yaqinda inkubatorga qo'yish niyatimiz bor. Inkubatorga qo'yib, keyin tuxumini sotamiz.